Assalomu alaykum hammaga. Bugungi navbatdagi avtomobilimiz Cobalt avtomobili. Bu Cobalt avtomobilimizga rul knopkasini qo'yib berdik. O'zini rangidan klient shuni tanladi. O'zini rangiga mos qilib qo'yib berdik va bu avtomobilimizga o'zining pultidan zavat qilish funksiyalarini ham yoqib berdik. Xudo xolasa avtomobilimiz zavat bo'ldi. Zavat bo'lgandan keyin kalitni joyiga qo'yib turib, zamok ochib haydab ketaveradi. Temperatura, suv temperaturasini ham tablosiga chiqarib berdik. Xudo xolasa temperaturalarimizdan to'g'ri ko'rsatadi. Kruz kontrollarimiz ishlayapti. Magnitofonimizdan bu knopkada ovoz ko'taradi, tushiradi. Xullas hamma funksiyasi ishlayapti. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu avtomobilimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Yana bitta avtomobilimiz kelgan. Bu avtomobilimizga motor, korobka programmalarini urib beramiz, yozib beramiz. Gaz qo'yib kelgan ekan, gazga moslashtirib, chiroyli qilib programmalarni urib beramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Go Standart orqasidagi avtoservis.